Men Chortoqda joylashgan Ash-Shafiy sog'lomlashtirish markazidaman. Bugungi bir kunlik kunimni qanday o'tishini sizlarga ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring va bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ash-Shafiy sanatoriyasida uyg'onganim bilan yuz-qo'limni yuvib, kunlik davolanishga tayyorlanaman. Bu yerda 3 mahal ovqatni xonaga yetkazib berishar ekan. Mana nonushta ham keldi. To'yimli va mazali. Nonushtadan keyin shifokor tekshiruvdan o'tkazadi. So'ng fizioterapiyalar boshlanadi. Bu yerda 15 dan ortiq muolajalar bor. Nugavez, limfodrenaj, elektroforez, darsonval massaj sanab sanoqga yetmaydi. Xullas, tanangiz yayraydi. Eng asosiysi erkaklar va ayollar uchun alohida xonalar mavjud. Undan so'ng Chortoqning yod va bromga boy suvlarida vanna qabul qilaman. Vannadan keyin navoiylik dugonam bilan gaplashib, fito choy ichamiz. Keyin ignoterapiya qilaman. Bu yerda qo'shimcha pullik xizmatlar ham bor. Ignoterapiya, ozon terapiya, hijoma, kedir bochkasi. Orada xonada dam olib tushlik qildim. Undan so'ng kedir bochkasiga massajga tushib chiqdim. Tushlikdan keyin balkonga chiqdim. Ko'ngilochar dastur boshlandi. Bu yerga har xil san'atkorlar kelar ekan. Rosa o'ynadik, zo'r bo'ldi. Aytgancha 15 dan ortiq muolajalar, Chortoqning shifobaxsh suvi, lyuks xonalar, 3 mahal ovqat, shifokorlar nazorati va tekshiruvlar barchasi bor. Shunday joyda davolanish kuniga atigi 350 ming so'm. Sizningcha bu pulga arziydimi? Izohlarda yozing. Men izohladim. Xayr.